Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Luks Chorva yana ijodda. Qo'yxonalar hammasini ko'rsating. Shularda hammasini batafsil azorini qilib, narx-navolarni kelishtirilgan holda elga murojaat qilamiz. Xudo xolasa taqdim etamiz. Mana xudo xolasa hammasini narx-navini tanishtirib o'tamiz, ko'rsatib, obzorini berib o'tamiz, qisqacha tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Bunimiz qanaqa usta aka? Xo'p, aka bunimiz xudo xolasa yerda boqadigan har xil odam bo'ladi. Kimdir poytaxtda, kimdir yerda boqaman deydi. Bunisi yerda boqadigan varianti. Ikki xonali yig'ilib taklanadi, razborka, zborkali bo'ladi. Xudo xolasa bularimizni 1.800.000 baho aytyapmiz. Xudo xolasa dastavkasi ichida. Dastavkasini ichida qilib berasiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini ichida qilib Vodiy bo'ylab dastavkasini ichida qilib berasiz. yangilik bo'lib ketdi. Bag'i vashi, mashalloh aka. Mana xudo xolasa aka. Bu polli varianti, xuddi shuni polli varianti. Polli varianti. Razmerlari 1.5 ga 1.5 bo'ladi. Ikki xonali yig'ilib taklanadi bu ham. O'rtada to'siqlari olinadi. O'rtada to'siqlari olinadi. Xudo xolasa buni narxiga keladigan bo'lsa 2.500.000 so'm dastavkasi vodiy bo'yicha bepul. Ya buni ham dastavkasini ichida qilib berasiz. Buni ham dastavkasini ichida qilib berasiz. 2.5 million so'mga ishtagiga boradi. Ishtagiga boradi vodiy bo'yicha. Vodiy. Shundan u poytaxtda hamma yo'g'i ichida aytyapsizmi ish qilib aka? Hamma mashq turishida, mashq holatda boradi. Ha, mashq turishida boradi. Mashq holatda boradi. Xuddi mashq holatda boradi, xudo xolasa. Hammasi taklanadi, razborni taklanib, razborka, zborka. Mabodo ustiga shipr qilib bering deganlarga qilib berish ham imkoni bor-a? Imkoni bor. Bular ustiga shipr qilib, tom qilib yopib beringlar deganlarda, xolasa orqaga uklon qilib, xolasa oldiga uklon qilib yopib berish imkoniyati bor. 500.000 so'm qo'shilib qoladi. 500.000, atiga 500.000 so'mga. Kichkinalardi tomiga. Mana shu 1.5 ga 1.5 larda tomiga 500.000 so'm qo'shilib qoladi. Ha, 500.000 so'mdan qo'shilib qoladi. Ha, значит 3 million so'mga eshitagiga, vodiy ichiga eshitagiga boradi. Boradi, yetib boradi. Yetib boradi. Xo'p, bunisi qanaqaga? Bunisi ham mana bunisi kattaroq varianti, 4 xonali, alohida razborka, zborkali bo'ladi bu ham. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 4.800.000 so'mdan har bir xonasini 1.200.000 so'mdan baho aytyapmiz. Bu narigindan ham arzon tushyapti xonasiga. Bu kattalashgan sari arzonlashaveradi. Arzonlashaveradi. Kattalashgan sari arzonlashadi. Bu kichikroqlarda masofa, yo'l andaqalari ichda kelishtirib, hozir shuni ustida bosh qatiryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh. Kattalashgan sari bu 4 xonalilarimiz arzonlashadi. 5 xonali bo'lsa yana arzonlashadi. 5 xonali bo'lsa yana arzon qilib beraveradi. Kelishtirib beramiz, arzon. Xudo xolasa 1.200.000 so'mdan har bir xonasiga. Shunda jami nech pulga tayyorlanadi? Mashq turishi hozir aka? Mashq turishi 4.800.000 so'mga tayyor bo'ladi. 4.800.000 so'mga aka dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Qaranglar, dastavkasi ichida. Poytaxtasi aka bular qanaqa endi aka? Ko'rsating mana yo'llari bilan sasna bo'ladi. 3 ga 9 lik poytaxtalarni aka bir xilgi joylarda ko'rganmiz, teray ishlatilgan. Misol bu teray bas aka, eshilib. Yo'q, bu eshilimni aytmaydi, teray bas. 100% javob beramiz. Sasnadan ishlatamiz. 3 ga 9 lik taxtadan ishlatamiz sasnadan. 3 ga 9 lik taxtadan ishlaydi. Xudo xolasa qo'yxonalarga o'zlarining kafolatini o'zimiz kafolat berib, xudo xolasa garantiyalarni beramiz inshaalloh. Aka, mana bu ham вообще необычный variant ekan. Kattaligini qaranglar. Bunimiz zakazga bo'lgan, xudo xolasa. Razmerimiz 4 ga 180 bo'ladi. Buni eniga ham katta ekanda narigindan ko'ra aka. Narigidan ko'ra eniga katta. O'zi standart 1.5 bo'ladi. Standart 1.5. Endi zakazlarga ko'ra 180 ga 4 metr qilib berganmiz. Bu hozir shunda zakazga ketadigan qo'yxonami aka bu? Ha, bu zakazga ketadi. Bunimizni mashq holatda zakaz qilishadigan bo'lsa 5.5 million so'mga dastavkasi bilan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Bitta qo'yni puliga 1 yil sabr qilasiz, bitta qo'yni puliga bitta katta qo'yxona yoningizga qolar ekanda aka. Ha, u shunaqa. Butun umr ishlataveradi. Xudo xolasa vaqtasini bir 10 yilda alishtirib qo'ysa ham. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Mana shunaqangi xalqimizga yaxshi narsalarni inshaalloh mana chiroyli narsalarni mana chiqarib beryapsiz aka. Xo'p aka, bunimizga keladigan bo'lsa 2.5 metrga 1.5 metr bo'ladi. 2.5 ga 1.5 metr. Ha, ikkita A'da, ikkita B'da yig'ilib taklanadi. Bu ham razborka, zborkali. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa 3.500.000 so'm baho aytyapmiz. 3.500.000 so'mga
Nechta qo'y sig'adi dedingiz aka? 4 ta qo'y sig'averadi. 4 ta qo'y bemalol ketaveradi. Bemalol ketaveradi. ha. Aka, narigilimizga, kattamizga nechta qo'y dedi? Hozir tomoshabinlar mana shuni aytib ketmadi deb. Ha, kattamizga katta qo'chqorlardan 10 ta sig'averadi bemalol. 10 ta sig'averadi. Menimcha bu hisobim bo'yicha aka qo'zilar borki, bu 15 ta ham ketaversa Qo'zilar bemalol 15 tagacha qo'zilar ketaveradi. Ena bola bo'lsa ham bir ikkita ena boladan tashab qo'ysa, Hasan Husan egizaklari bilan boqaveradilar. Xudo xohlasa akamiz. Ana o'zi akalar, ko'ryapsizlar, qo'yxonalar bir-biridan Mana go'zal qilib, xohlasa- choyli qilib chiqarib berishyapti ekan. Yuqorida ko'rsatganlarimizda Bu ham 2 xonali variantlardan ekan aka. Bu ham zakazga variant. tayyorlanib qo'ygan. Xudo xohlasa bular ham egalarni kutyapti. Xudo xohlasa. Bular ham o'sha 2,5 million so'mlik variantidan Bu ham aka. o'sha 2,5 million so'mlik variantidan. Variantidan. Tom qo'yilsa 500 ming so'm Qo'shilib qoladi. Endi Vodiy aka, bo'ylab bunisi dastakasi ichida. hali o'rta variant ekanda, 3 xonali Ha, aka. bunisi hali ozroq 3 ta, 4 ta qo'y boqaman degan akalarimizga shuni 3 ta qo'yni boqqanlar akamiz keyin sotib bo'lganlardan keyin o'rtasini bittasini olib qo'ysalar, bag'aga egizaklarni ena bolani bitta tashab qo'ysalar, bag'da bitta qo'chqorni alohida boqib yeyishiga kayf qilib o'tiradigan xochakalarimizga-da bu aka. Joningiz sog' bo'lsin. Bittasiga alohida qo'chqor solasiz, mayda o'rtasi to'sig'ini olib qo'yasiz deyaptilar. To'sig'ini olib Ikkita 3 ta boqasiz deyaptilar. Tushunganlar Xudo xohlasa. Suq, chelak qo'ygani maxsus joyi. Aka, hamma yo'g'ini hisobini olingan narsa ekan-da. Hamma yo'g'ida hisobga olingan. Xudo xohlasa qo'zilarimiz ham bemalol mana oxirdan yem yeyishga qiynalmaydi. Bir xillar savol beryapti telefon qilib. Aha. Qo'zilarimiz qiynalib qoladi, pastroq qilib beringlar. Yo'q, o'zimiz ham mana shu tajribadan o'tkazilgan. Xudo xohlasa javob beramiz. Qo'zilar ham qiynalmasdan yeyishaveradi. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 3 million 600 ming so'm. Bu ham o'sha aytganimizdek vodiy bo'ylab dastakkalari besplatni ichida akalar. Varaylar. Xudo Ichida. xolasa mana yoqda jodilar turib, oxirlar turib, bularga ham keyinroq Ha, to'xtalamiz. batasi bular bilan ham to'xtalib Aka, o'tamiz. mana unisi ham mana tomli variant qaysi holatda bo'ladi deganlarga mana akalar. tomli variant mana o'sha xuddi o'shanga yetib keldik. Mana 180 ga 4 metrli yuqorida ko'rsatganimizdek buni faqat tomli varianti. Bu ham o'sha zakazga tayyorlanib bergan. Zakazga bo'lgan, aka bu ham. Zakazga bo'lgan. Bu ham Ham bu tomlarigacha aka yig'iladimi, shunda taklanadimi aka? tomlarigacha yig'ilib mana keling yaqinroq keling mana Voy, mana voy, voy. mana yerda mana ajralib ikkitaga bo'linadi. Ha, Xudo Tomi ham xohlasa, ikkita qismga bo'linadi. ikkita qismga bo'linadi. Razborka, zborkali. Boqmaydigan bo'lsalar chekkaga taklab qo'ysa 60-70 sm joyga tikka bo'lib taklanib turadi, xudo xohlasa. Ana akalar, mana Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa 6 million 500 ming so'mga tayyorlab beramiz mashhur. bundan buyog'iga akalar ko'chma qo'yxona, uyda qo'yxona qurish shart emas. Mana qaranglar. Hamma yo'g'i bilan 6,5 million so'mga sizlarga dastavkasi ichida tem bo'lib qilib beramiz Xudo deyishyapti. xohlasa inshaalloh qilib beramiz. Eng qiyin qo'chqor boqadigan akalarimiz bor, rosa qiynalishadi. Qanaqa qilib qo'yxona quradi? O'ylanib yurmanglar mana. Qo'yxonalar hammasidan tayyorlardan bor ekan, xudo xohlasa. Telefon qilsalar, aloqaga chiqsalar, choyli qilib beramiz deyishyapti. Mana yana bitta hozir bitta yuqorida ko'rsatgan yakka-yakkaligimiz aytganimizdek kattalashgan sari narxi tushadi. Ha? Kattalashgan sari narxi tushadi. Narx tushadi. Mashinlarimizni 5 xonali olishadigan Besh bo'lsa xonali. akalarimiz har birini xonasiga 1 million 100 ming so'mdan yetkazib berish xizmati bilan tayyorlab beramiz Qilib inshaalloh. berasizlar. Aka, buni poltaxtasi ham bo'ladi, aka. Bo'ladi. Hozir kraska sepib qo'yilgan, Ha, polqatirish mana, jarayonida mana. hozir Qadrlarim qaranglar, kraskalarimiz kraskasi уже yangi ekan, hali yangi kraskasi. kraskamiz qurib olsa, xudo xohlasa bu ham egalarni kutmoqda, xudo xohlasa inshaalloh. Aka, mana shu 5 xonalimiz mana yoqda tomli variantda zakazga Xuddi mana 5 xonalimiz tomli variantda inshaalloh mana bitgan holatda pollari bunisida poli yo'q bo'lsa, bunisida mana poli bor. Pollarni qatirib tayyorlab qo'yganmiz. Bularimiz ham tayyor ketishga mana xudo xohlasa mashinalarimiz Voy, mana mashinalarni qaranglar. Mana mashinalardan jo'natyapti. Menimcha qatga chiqib ketadi aka bu. Bu mashinamiz vohaga. Vohaga. Vohagacha boraveradilar, xudo xohlasa. Vohagacha boraveradi. Toshkent vohalarga borilaveradi. Ha, Toshkent vohaga borilaveradi. Mana mashinalar hozir kelgan yuklar jarayonida, hozir buni ham agar orada yuklayotgan joyga olib ketamiz. Olamiz, xudo xohlasa. Bu mana mashq holatda bir tomli varianti 5 xonali edi. Aha. 6 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab, yana qaytarib aytaman, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Ey maşallah.
vodiy bo'ylab dastlabkilar ichida 6,5 million so'mga deyapsiz. Tomlari, pollari hamma yo'q mana shu ichida. holatda boradi. Shuni taklab olinsa bo'ldi. Bunda alohida qo'chqorni maza qilib boqishar ekanda, aka olgan odam ham. Maza qiladi, yig'ishtirib taklab, bemalol qiynalmasdan qo'yib ketishgan. Xo'ja akalarimiz qiynalmasin deyman-da. Eng qizig'ini aytay, eng qizig'i $100 ga ham qo'yxonamiz tayyorlab aldamang aka. Yo, rostdan mana tayyorlab beramiz. Mana hozir kraskaga tayyorlanyapti. Kraska sepilsa, poli bo'ladi. Mana shu qo'yxonalarimizni $100 ga tayyorlab beramiz. $100 ga mana shu qo'yxonadan qilib beramiz. Tayyorlab beramiz. Qo'l taxtasi, kraskasi bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'l taxta kraskasi bo'ladi. Farqi arzon aytayotganimiz sababi yig'ishtirib taklanmaydi. Aha. Shu ozgina mana nimalarda ular anaqalarimiz bor. Ozgina. Mana ko'rsatib o'ting, mana shu yerda beldanchilar qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Shu beldanchini o'rnida ular joylari bor. Lekin aka, men $100 ga aka, mana shu joygacha lak bosmagan bo'lsa, bittadan lak bosib, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Aka, mana bu jodalarimiz, oxirlarimizni ham tanishtirib o'taylik aka. Endi mana to'qxonalarimiz bor inshaalloh mana. Mana to'qkataylarimiz ham. To'qkataylarimizni mana oxirlari tuxum tug'iydigan joylari endi tayyorlanyapti, qo'yiladi. Uni qo'yib beriladi. Ha, qo'yib beriladi. Mana bu yerda patnislari bor, xudo xolasa. Bemalol shaharlik xo'ja akalarimiz 10 ta tovuq tashab qo'yib, qora tovuqlar tuxumini olib, bemalol ro'zg'orga ishlatsa bo'laveradi inshaalloh. Tayyorlab beramiz. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, oxiri bo'ladi, tuxum tug'iydigan bo'ladi. 3 million so'm baho aytyapti. 3 million so'mga hamma komplekt holatida bo'ladi. Aralashmasa, mana plastmassasi qimmat. Shuni hisobiga kelmaydi, buni ustida ishlaydigan joylar juda ham mayda shu, lekin xalqimiz maza qilsin deb 3 million so'm baho aytyapti. 3 million so'mga qilib berasiz. Tayyorlab beramiz. Aka, oxirlarimiz qanaqadan aka? Mana u kimgadir oxirda o'z zarur bo'lishi mumkin. Oxirlarimizni xudo xolasa mana bu ham hozir egasi kutyapti. Bu ham ketadigan holatda. Xo'p, bularimizni metrini 250 ming so'mdan qilib beramiz. Metrini 250 ming so'mdan. 250 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga qancha metr qilsa, tayyorlasa kerak bo'lsa zakaz qilsalar qilib beramiz. Mana bu yerda yoniga suv idishlarini qilib beramiz. Qo'yadigan joylargacha qilib berilgan ekan. Qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Aka, buni qo'yxonamiz ham qanaqa bulardanmi yo boshqami? Bu ham xuddi shundan, lyuks chorva, o'zimizning mahsulot, xudo xolasa. Xo'p, bunimizni 3,5 ga 1,5 bo'ladi. Bu 3,5 metrga 1,5. Aha, desa kichikroq 4 metrli va kichikroq varianti 4 million 300 ming so'm baho aytyapti. 4 million 300 ming. Endi mana shu joyga aka, mashinasiga nechta qo'y sig'adi aka? Bunisiga xudo xolasa kichikroq qo'zilardan bo'lsa 8 tagacha qo'y sig'averadi. Katta qo'chqor boqamiz deysa 3 ta haqida 3 ta bag'ida bemalol boqsa bo'laveradi. Aka, mashalloh, joningiz sog' bo'lsin aka. Qurbonliqqa boqadigan xo'ja akalarimizga tavsiya qilamiz, xudo xolasa inshaalloh. Mana shu joyda. Aka, malular ham boshqacha narsalar ekan. Bu yerda juda chiroyli mana hasharxonalar, mana bu oxirlariga ham aylanar ekanda buni. Oxirlari aylanadi, bemalol mana tozalashga qiynalishmaydi xo'ja akalarimiz. Inshaalloh qiynalishmaydi. Tepasi nimaga mo'ljallangan aka bu? Tepasi xudo xolasa bedani ikkita pressni tashab qo'ysa chachilmaydi. Bo'ldi aka. Chachilmaydi. Mana yerdan olib bemalol qo'ylarimiz tortib yo'radi, orasidan. Yem bo'lsa, yemini mana yerga solinadi. Bu yerda mana qatiradigan joyi bor. Mana bo'ldi, mana. Xudo xolasa ko'rsatsangiz, mana yerdan detallarigacha ishlangan ekan-da. Xudo xolasa ezilib ketadi-yu, u bu bo'lmaydi. Bemalol xudo xolasa murojaat qilishaveradi. Mana 2 xil varianti. Buni ham 2 xil varianti. Buni 2 xil. Bu ontariladi. Bunisi mana unisi oxiri chiqadi. Bu yondan surilar ekanda aka. Bu hali urushqoq qo'ylagi ekan. Ajratib qo'yilgan. O'shanga bir-biriga xalaqit qilmaydigan holatda. Mana batga kichikroq nimasi, hasharxonasi kichikroq, unga 2 ta beda sig'sa, bunga bitta bedani press sachib qo'yib qo'yishadi. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlari bitaveradi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'mdan bu ham aka. Aka, mana jodilar qanaqadan bo'ladi? Jodilarimiz mana aka ko'rsatib o'ting, mana jodilarimiz juda mo'tadil jodilardan, xudo xolasa. Aka, men bitta narsasiga e'tibor berdim. Aka, ko'p joyda ma'nosi borki, mana oddiy orqasi deydi. Asha bir dona qo'yiladi. Sizlarda 2 ta. Bizda 2 tadan qo'yiladi. Bizda unaqangi qani xunuk bo'lmaydi mana. Xudo xolasa. Keshiga maza qilasizlar-da buni. Maza qilib o'rasizlar. Qiynalishmaydi. Xo'ja akalarimiz 4 ta qo'yni tashab qo'yib, mana shundan olib borib qo'yib,
kirtillatib bedani maydalab bersalar, xudo xolasa, juda maza qiladilar. Xizmatlarini uzoq muddat xizmatlarni qilishaveradi. Bularimizni narxlari Xo'p, qanaqa bularimiz dedik? narxiga keladigan bu katta jodimiz Aha. 780 ming so'm. 780 ming so'm mana. Mana bu juda kichikroq varianti bor, 680 ming so'm. Bu aka ali internetlarda chiqyapti-yu, bir arzon bir 500 ming, 600 ming ulardanmi yo bu Muxlislarimiz telefon qilib jodini narxini aytganimizda sizlarda qimmat ekan deb ashuna murojaatlar bo'lyapti. Yo'q, akalar shuni yaqinroq olib keling kamera. Mana bu diskimizda asosiy gap mana shu diskimizda bo'ladi. Bu olmosning diski ataynab kesib, rezayda kesib tayyorlaganmiz. Bunaqangi bizda melichopka ishlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin aka. Odamlarga o'sha sizlar muxlislar aytayotgan jodilarda nimasi? Oddiy temirdan bo'ladi. Oddiy temirdan bo'ladi. Qig'lari tezda qaytarilib qoladi. Bu undan bas. Undan bas-a bu aka. Bu 100% almasning diskdan. Almasning diskdan bo'ladi. Mana bu yerda mana ekonomik pechkalargacha bor. Xohlasa mana taylari chugunmi aka buni? Chugun bo'ladi, taylari ichlari. Xudo xolasa mana bu yerda ochiq dimoxodniy kuldonlari bo'ladi, xudo xolasa. Aha. Bularimiz ham sotuvda bor, inshaalloh, xudo xolasa. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, 750 ming so'm deyapmiz. 700 ming so'm qilib beramiz. 700 ming so'mdan qilib beraverasiz, pechkalarni ham aka. Pechkalarni 700 ming so'mdan qilib beraveramiz. Eng muhimi orqasida allaqay abdasta qo'yadigan joylarigacha bor ekan. Tapchanlarigacha bor, xudo xolasa abdasta qo'yib qo'ysa. Mabodo o'shaqa joyi bo'lmasa, ichida orqasida bo'lmasa, narxini tushib berasizmi yana kelishtirib? Orqasidan agar zarar emas, kerak emas degan bo'lsa, 600 ming so'm qilib beramiz. Malades aka, asha joyiga 100 ming so'm. Oddiy temir uchun 100 ming so'm kattadan baho olib qoldik, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, mana bunisi qanaqa variantlarda aka bular? Aka bunimiz 3 metrga 1,5 metrlik varianti. Aha. Yuqorida ko'rsatgan 4 metrlik, 3,5 metrliklarimizdan juda kichikroq. 3 metrlik, 3 metrga 1,5 bo'ladi. Bunimizning narxi 4 million so'm baho aytyapti. 4 million so'm? Ha, yig'ishtirib taklanadi. Yig'ishtirib sochiladi, bu yo'q. Ha, bemalol. Xo'p, mana shularimiizga tom qo'yadigan bo'lsak agar, tomiga mana shularimiizga 800 ming so'm minib qoladi. Minib tomiga aka. 4 million so'm, 4 million 800 ming so'mga aylanib qoladi. Aylanib qoladi. Aha. Mashalloh. O'sha dastavkasi bilan bo'ladi, xudo xolasa. Bularimiz mana qo'yxonani ham bir har xil turini yasab tashlabsizlar, aka. Xudo xolasa, ne'amichini turlarini yasab mana qiynalishmaydi. Uyda ayollarimizdan qaranglar. Ayollarimizdan boqsa bunda. Aha. Qo'chqor usib olibdi. Hali bir xil sho'qroq qo'chqorlar bo'ladi-ku aka. Qo'shna qo'chqorlarimiz usib olibdi degan gaplar bo'lmaydi. Mana yerga hashayni soladi. Albatta, hashay solgani alohida joy. Alohida. Mana yerda shunga alohida yemini solib bo'ldi. Bunaqangi muammoli ishlar yo'q. Xudo xolasa bularimiz 5 xonali. Aha. Xo'p, bular ham yig'ilib tashlanadi, inshaalloh. 7 million 200 ming so'mdan dastavkasi vodiy bo'ylab buni turishini 7 million 200 ming so'mga qilib berasizlar. Qilib beramiz. Joni sog' bo'lsin, malades aka. Inshaalloh, xudo xolasa. Bularimiz qanaqa aka bularimiz? Xo'p, bularimiz ham yuqorida ko'rsatganimiz 2,5 ga 1,5 metrlik qo'yxonamiz. Bunimiz ham narxi 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Xo'p, tomiga tomli qilib beringlar deydigan akalarimizga tomli qiladigan bo'lsa, tomiga 700 ming so'm dastavka 700 ming so'm minib qoladi, xudo xolasa. 700 ming so'mga tomiga minib qoladi aka. Joni sog' bo'lsin. Aka bularimiz kichkina variant deganda bular. Kichkina varianti, xudo xolasa, bu ham yig'ishtirib taklanadi. Faqat o'rtasida perigorotkasi yo'q. Aha. Ena bola qo'ylar boqadigan hali mo'jazgina yosh oilalar bor-ku. Yosh oilalarga juda ixcham narsa. Yig'ishtirib taklab olib qo'yishaveradi. Ikkita qo'y tashlab qo'ysa, maza qilib qishdan chiqib ketishadi inshaalloh, xudo xolasa. Mana shu videoda bundan bularimizni narxini 2 million 100 ming so'm qilib qo'ydik, xudo xolasa. Yana qaytarib aytaman, dastavkasi vodiy bo'ylab. Malades aka. Ichida. Joni sog' bo'lsin. Aka, endi oxirida bitta savol qolib ketdi aka. Bular mana shu yasaganlaringiz bor-ku, hammasini polidan ajratib yer qo'yxona qilib olish imkoni bormi aka? Bor. Yer qo'yxona qilib olish imkoni bor. Mana yaqinroq olib keling. Aha. Ana yerda mana gaka botlarimiz bor aka. Hop. Agar xohlasa bo'shatib turib yerga qo'yib qo'yamiz desa bo'laveradi. Aha.
Yo'q, yer mana uni bir xilga akalarimiz so'rashyapti, bir xilga nimalarimiz qo'ydi hali CDga boshqasi tezda chiritib yuboradi deyishyapti. Aha. O'shanga agar erinishmasa 4 dona 5 dona oyoqchadan qo'yib qo'ysa 10 santimetrli oyoqchadan. Ha. Yer qo'yxonaga qilib olsa ham bo'laveradi, xudo xohlasa. Ha. To'rtta burchagiga bir oyoqcham allaqasi bir donadan g'isht qo'yib qo'yinglar. Ana. To'rtta burchagiga O'sha bittadan g'isht qo'yib qo'ysa bemalol yer qo'yxona. yer qo'yxona. Unga foydalansa ham bo'ladi. xollasalar pol taxtada ham o'ylayotgan bo'lsangiz qarang. Xollasangiz pol taxtada deyaptilar. Xollasangiz yer qo'yxona qilib olasizlar deyapti. Eng muhimi o'shaning uchun aytilgan lyuks chorva deb qo'yilgan bu. Xudo Mashalloh. xohlasa lyuks chorva hamma yo'g'i lyuks bo'lish kerak. Xudo xohlasa hoji akalarimiz qiynalmasin deymizda. Aka joningiz sog' bo'lsin, shuncha bergan ma'lumotlar. Xudo xohlasa xizmatlaringda Salomat biz inshaalloh aloqadamiz. Ekranda nomerlar qoldiramiz, xudo xohlasa. Aka sizga ham sog' bo'ling, salomat Sog' bo'ling. bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p.